22 savolda kubik funksiya berilgan, ya'ni kubli darajali va mana bu shartlar o'rinli bo'lsa a plus bni toping. Shartlarni yozib chiqamiz. Demak, 125 plus 25a qo'shilgan 5b qo'shilgan c barobar 27 qo'shilgan 9a qo'shilgan 3b plus c ga teng. C o'z-o'zidan qisqarib ketdi. Hop, 25a ni 9a ni bersak 16a, 5b dan 3b ni bersak 2b barobar 125 dan 27 bersak minusdan 98 bo'lingan 2. 8a ga b ni qo'shganimiz minusdan 49 ga teng. Hozircha bu tenglik turib tursin. Endi ikkinchi shartni hosil olsak, demak f' x'imiz barobar 3x kvadrat qo'shilgan 2ax plus bx, ya'ni b x yo'qolib ketdi. Hop, c ni hosilasi 0 ga teng. Va bunga endi 3 bilan 5 ni qo'yib chiqamiz. 27 qo'shilgan 6a qo'shilgan b teng ekan 75 qo'shilgan 10a qo'shilgan b ga. B lar ham qisqarib ketsa, hop, 10a'miz 6 ga 6a o'tadi, 75 bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, 27 dan 75 ketsa minusdan 48 barobar 4a. Undan a barobar minusdan 12 ga kelib chiqadi. Minus 12 ni olib kelib qo'ysak, minusdan 96 qo'shilgan b teng minusdan 49. B barobar 47. Demak, a ga b ni yig'indisi 47 dan 12 ni bersak 35 ga tengligi kelib chiqadi. A javob. 23-chi noma'lum burchakni toping. Mana bu yerdan 90 gradus, ya'ni perpendikulyar to'g'risida o'tkazsak, bu ham 90, bu yer ham 90 va bu ko'p burchagimiz 5 burchak hosil bo'lgani uchun ularning yig'indisi, demak 180 ko'paygan 5 minus 3, 5 minus 2, ya'ni 540 gradusga teng ichki burchaklar yig'indisi. Demak, alfa 10 gradus qo'shilgan alfa plus alfa minus 10 gradus va qo'shilgan 2 ta 90 barobar 540 ga teng. Demak, 3 ta alfamiz ga 180 ni qo'shsak 540 gradusga teng bo'lishi kerak. Undan alfa barobar 120 ga kelib chiqadi. Javob. Hop, 24-savolda murakkab funksiya, ya'ni ko'paytmali funksiyani hosilasi. Ko'paytmani hosilasini bilamiz, ya'ni funksiyani hosilasini boshladik. N'inchi darajadan hosil olsak n oldiga tushdi va kosinus n minus 1 x va kosinusni hosilasi minusdan sinus x va ko'paygan kosinus n x plus, ana endi birinchi funksiyani o'zi kosinus n x ko'paygan kosinus nx hosilasi n oldiga chiqdi va sinus n x minus ham bor. Demak, minusni ham yozib ketaylik o'ralab. Minusdan sinus n x ga teng. Bu yerda chiqarishimiz mumkin bo'lgani, hop, demak, minus ikkalovsida ham bo'lganicha minus chiqaramiz va n ni chiqaramiz va kosinusda kichkina darajaligini chiqaramiz. Minusdan n kosinus n minus 1 x chiqsa, qavs ichida bizda qolyapti. Hop, sinus x va kosinus n x plus kosinus x va sinus n x. Va mana bu qavsning ichi bizda sinus n plus 1 x ni beradi. Natijasi minusdan n kosinus n minus 1 x ko'paygan sinus n plus 1 x ga teng. Ya'ni A javobga to'g'ri keladi. 25-savolda yana 0 pi kesmadagi ildizlarning o'rta aritmetigi so'ralgan. Hop, daraja pasaytirsak, buni 1 taqsim 2 minus kosinus 10x taqsim 2 plus 1 taqsim 2 minus sinus 14x taqsim 2 barobar 1. 1 taqsim 2 va 1 lar qisqarib ketdi. 2 ni yoqqa ko'paytirsak, hop, ko'paytirish ham shart emas. U holda bu yer kosinus bo'lishi kerak edi. Demak, mana bu yerga kosinus 14x taqsim 2 barobar 1 desak, bu endi qisqarib ketadi. Hop, natijada kosinus 10x minus kosinus 14x taqsim 2 barobar 0 ga kelib chiqadi. Hop,
kosinuslarni ayirmasida. Demak, 1 taqsim 2 ko'paygan 2 ta sinus. Hop, yig'indisini yarmi 12x va ayirmasini yarmi. Hop, sinus 2x teng 0. Ikkilar ham qisqarib ketdi. Demak, bizda bo'lyapti. Hop, sinus 2x teng 0 dan 2x barobar pk va x barobar pk taqsim 2. Sinus 12x teng 0 dan 12x barobar pk, x barobar pk taqsim 12. E'tibor beramiz, mana buni hamma qiymatlari va mana bunga buni ichida tarkibida bor. Chunki k ga shunaqa qiymatlar beramizki, ya'ni mana bu tenglikda k ga 12 yoki 6 ga karrali sonlarni qo'yadigan bo'lsak, mana buni ildizlari ham kelib chiqadi. Demak, umumiy javob x barobar pk taqsim 12 ga teng. 0 dan katta yoki teng pk taqsim 12 kichik yoki teng pi. Bu yerda k ni qiymatlari demak 0 dan boshlab 12 gacha bo'lishi mumkin. Demak, buning ildizlari o'rta arifmetikaga so'ralgan. Demak, 1 ya'ni pi taqsim 12, 2 pi taqsim 12 va hokazo 12 pi taqsim 12 ga teng. Demak, 1 qo'shilgan 12 taqsim 2 ko'paygan. Hop, 0 ni ham qo'yishimiz mumkin, ya'ni 0 ni ham qo'shib ketaylik. Ko'paygan 12 taqsim 13 kara 12. Ya'ni mana bu 12 ham tushdi va ularning yig'indisi 13 bo'lgani uchun, ya'ni 13 ta son bo'lgani uchun 13 ga ham bo'lamiz. Hop, natijada 12 bilan 12, 13 bilan 13 qisqarib ketdi. Bu yerda pi ham bor. Demak, pi taqsim 2 liga kelib chiqadi. Ajoyib. Tengsizlikni butun yechimlari nechta? Hop. X kvadrat ko'paygan 3x minus 3 ko'paygan 3 ning x inchisi kichik yoki teng 0 desak, 3 ning x inchisi qavsdan tashqari chiqarilsa, x kvadrat minus 3 kichik yoki teng 0. Mana bu doim musbat son. Buni qisqartirib olsak bo'ladi. Demak, tengsizligimiz minus ilzosida 3 dan ilzosida 3 gacha, ya'ni bo'yaladi. Plus minus plus, bizga minuslar kerak. Minus ilzosida 3 dan ilzosida 3 gacha. Hop, minus 1, 0 va 1. 3 27-savolda hop, BOD nuqtadan o'tuvchi aynani doirani yuzini toping deyilgan. Hop, demak, o'tkazib olamiz oldin. Demak, aylana shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Hop, aylanani chizib olamiz chiroyliroq qilib. Hop, buning uchun bizga hop, OD ham 1 ga teng, ya'ni radiusga teng bo'lgani uchun bu ham 1 ga teng. Hop, urinma bilan radius doim 90 gradusda kesishadi. Demak, AOD uchburchak to'g'riburchakligidan bu tomoni OAimiz 4 ga va ODimiz 1 ga teng. 4 ni kvadratdan 1 ni kvadratdan ayirib ildiz chiqaradigan bo'lsak, 15 ga teng. Ya'ni ADimiz ilzosida 15 ga tengligi kelib chiqadi. Ana endi hop, mana bu O burchagimiz, ya'ni BOD burchagimiz alfa deydigan bo'lsak, bizga kerak bo'ladi. Hop, kosinus alfa barobar 1 ni 4 ga nisbati, ya'ni OD ni OA ga nisbati. Bundan sinus alfa barobar ilzosida 15 taqsim 4 ga teng bo'ladi. BD barobar ilzosida 1 ni kvadrati, 1 ni kvadrat minus 2, 1 va 1 kosinus alfa, ya'ni 1 taqsim 4 ga teng. Ya'ni BOD uchburchakdan BD ni topish uchun kosinus teoremasdan foydalanyapmiz. Bu ilzosida 1,5 ga teng, ya'ni mana bu joy ilzosida 1,5 ga teng. Ana endi S BOD kerak bo'ladi bizga. Uni yuzi 1 ko'paygan sinus alfa taqsim 2, ya'ni hop, ilzosida 15 taqsim 8 ga tenglik kelib chiqadi. Ana endi radius barobar, ya'ni BOD ga tashkil aylanning radiusi ABS taqsim 4S formuladan topsak, 1 va ilzosida 1,5 taqsim 15 taqsim 8. 8 yuqoriga chiqib ketdi, 8 tepaga. Hop,
va to'ri ham bor. Ha, to'ri esdan chiqmasin. To'ri qisqarib ketsa, demak bu yerga 2 ga teng. 2 tepalik chiqsa, 2 ilzosida 1,5 taqsim ilzosida 15 ga teng. 2 ni ichkariga yozadigan bo'lsak, ilzosida 6 taqsim 15 bu ilzosida 2 taqsim 5 degani. Demak, tashlangan aylana radiusi bor. Endi yuzini topadigan bo'lsak, pi r kvadrat, ya'ni 2 taqsim 5 pi ga tengligi kelib chiqadi. A javob. 28 da funksiya berilgan, ya'ni funksiyalar tenglik berilgan va mana bu ikkita tenglikdan f5 ni qiymatini topishimiz kerak. Tenglik o'zimizga moslash uchun fx plus 1 barobar fx minus fx minus 1 ko'rinishda yozsak, agar x ni o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsak, bizda f3 hosil bo'ladi. f3 barobar f2 dan f1 ni ayirmasi, ya'ni 5 dan 6 ni ayirmasi minus 1 ga teng. f4 ni topadigan bo'lsak, f3 minus f2, ya'ni f3 imiz bizda minus 1 ga teng, f2 imiz minus 1 dan f2 5 ga teng. 5 ni ayiramiz, minus 6 ga teng. f5 imiz demak f4 dan f3 ni ayirmasiga teng. Minus 6 dan ayiramiz. f3 imiz nechiga teng? Minus 1 ga. Natijada minus 5 ga teng.